Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Hozir bitta biziq bo'ldi kechqurun. Bir mol ertalabdan beri kavush qaytarmayapti, temperaturasi bor ekan, yemay ichmayotgan ekan. Biz bunga ishlatgan preparatim Azalitsin. Tarkibi azitromitsin bilan Fulnix bor. Ham og'riq qoldiradi, ham isitma tushiradi. Keyingi uratganimiz butafosfan. Keyingi ishlatayotganim ICD-Vit. Bu ICD-Vit immunitetni ko'taradi, vitaminlarga boy. Mana o'xshalaring ACD2, A vitamin, E vitamin, qo'shimcha yordamchi moddalar, yantar kislotasi, inyeksiya uchun suv. Bu immunitetni ko'tarish uchun ishlatiladi. B12 ni hammalaring bilasizlar, kompleks B vitamin bu. Azalitsinni aytdim, antibiotik bu. Azitromitsin hamda floneksidin tarkibida bor manakay. Ham isitma tushiradi, og'riq qoldiradi, ham bakterial infeksiyani davolashga yordam beradi. Keyingisi butafosfanni aytdim. Bu tugagan idish ekan. Keyingisi bu multivitamin. Multivitamin katta sigir bo'lgani uchun 20 gram ishlatdim manakay. Hozir sizlarga ukol qilayotgan vaqtda sigirni videosyomkaga qilib olaman. Mana bu 4 ta dorini tayyorlab oldim. Mana sigirimiz oqsoqlanyapti. Ishtahasi yo'q, og'riq bor. Temperaturasi ham bor. Hozir shunga mana bu 4 ta bo'yna tergan naborni ukol qilamiz. Mana ukolini qildik. Xudo xolasa ertaga ochilib ketadi. Dori kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, direktga yozib qo'ysalaring, SMS yozsalaring, O'zbekiston istalgan manziliga shu dorilardan yetkazish imkoniyatimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Men bugun sanamiz 10-oktyabr. Kecha kechqurun yodlaringda bo'lsa, mana shu sigirda ukol qilgandik. Oyoqlari oqsab, yura olmaydi, isitmasi ko'tarilib, yemay ichmay qo'ygandi. Shu sizlarga ko'rsatgan ukollarni urdim. Azalitsin, multivitamin, butafosfan. Mana hozirgi ahvoli. Yurishlari ham, ichishlari ham chotki. Dori tanlashda adashmang, veterinar tanlashda adashmang. Sifatli dori, malakali veterinar bilan birga ishlasalaring, chorvalaring yaxshi rivojlanadi. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana shu sigirimiz bugun 3-kun ukoli. Bundan 2 kun oldin kechqurun video syomkasini ko'rsatuvdik. Oqsoqlanib, yemay, yura olmay yotgan edi. Mana bugun oxirgisi Xudo xohlasa ancha yaxshi bo'lib qoldi. Shu bilan boshqa ukol qilinmaydi. Bunga tavsiya qilganimiz mana Azalitsin. 3-kunligini uramiz bugun. Azalitsin mana butafosfan. Oxirgisi multivitamin 10 gramdan 20 gram. Böyle. Multivitamin katta. Azalitsin katta. Butafosfan katta. Nima qilmaydi. Mana masaj qilamiz o'tib. Shu molga qaraydigan kishi shu Ikronboy bo'ladi. Ikronboy, o'zingiz ayting, undan 3 kun oldin qanday ahvolga tushib qoluvdi bu? Oldin mazasi yo'q edi, hozircha ahvollari yaxshi.
Akaga Hozirchami yo ancha yaxshi bo'ldimi? rahmat. Ancha yaxshi oldingidan. Yeyish ichishlari qanday bo'ldi? Yeyishlari, ichishlari, yurishlari hammasi yaxshi. Ha. Demak siz rozisiz a? Ha, akaga rahmat katta. Ha, savdolarimiz o'qitdan massaj qilsak o'tib ketadi. Bo'ldimi aka? Ha, bizda faoliyatimizni kuzatib boring. Tushunmagan ishlaringiz, tushunmagan joylari bo'lsa, so'rasalaring bo'ladi. Balki men sizlardan ma'lumot olaman, balki sizlar mendan ma'lumot olishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun katta rahmat.